Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari, yaxshimisizlar? Sizlarga qizim yasagan kitobchani taqdimot qilib bermoqchiman. Bu kitobchamiz rus tilida bog'chaga boradigan, pochmuchkaga boradigan, nulovkaga chiqadigan bolalar uchun juda ham zo'r kitobcha. Qiziqarli qilib yasagan. Mana olmani tagiga olma qilib mana yopishtiradi. Bu yerda bola o'zi topib keyin mana keyin ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu yerda nomi yozilgan. Qaysi meva, qaysi sabzavot bo'lsa mana o'qib turib yopishtirsa bo'ladi. Bu yerda xuddi mozaikaga o'xshab ishlagan. Bu yerda qaysi hayvon nima iste'mol qiladi. Shuni bola o'zi to'g'risini topib yopishtirib chiqish kerak bo'ladi. Shunaqa. Ham lipuchkada ahamiyat beringlar, glansiviy qog'ozga qilingan, usti laminat qilingan, anchaga yetadi. Bu yerda mana qaysi hayvon qayerda yashaydi, shuni bola o'zi to'g'ri topish kerak. Buni aytgancha komplektida o'chirg'ichli flomaster ham bo'ladi. Mana bu yerda muzdek, issiq ajratamiz. Bu yerda bo'lsa mana har xil kichkinaga, kattaga, malenький, большой shunga ajratiladi. Bola o'zi qiladi mustaqil hammasini. Bu yerda o'sha flomaster bilan sonlarni ichiga yozib chiqadi. Keyin sanaydi. Mana rus tilida sanaydi. Juda ham did bilan bolalar uchun chiroyli qilib qilingan. Bu yerda o'zini juftini topish, найди пары topadi bola. Bu yerda uchadigan transportlar, keyin yerda yuradigan va havo o'sha suvda suzadigan transportlarni topib bola yopishtirish kerak bo'ladi. Bu ham mana lipuchkada qilingan. Bu yerda ham mozaikani olib tashlaysizlar-da buni. Keyin bola o'zi rasmiga qarab turib joylashtiradi. Mana juda ham qiziqarli chiqqan mana Saberi puzzle. Bu yerda mana ranglar желтый, оранжевый, красный. Shularni topib bola yopishtiradi. Bu ham juda ham chiroyli chiqqan. Mana shiringina qarang. Mana shunaqa kitobchamiz sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa yozishingiz mumkin.